قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ichki yuzi. 5-bob ئالەم بوشلۇقىدىكى قاتىل خەنجىرى. Xitoy ozodlik armiyasi Amerikani urushda yengilish uchun ئالەم boshliqida hujum qilish iqtidoriga ega قاتىل xەnjir quroliga ega bo'lishi lozim. Quruqliq armiya polkovniki Li Dagwang. ئالەم boshliqi urushi 2001 yil. Xitoy Amerikaning va xalqaroning bexatarligiga shakllantirayotgan tahdidi real, shundaqla barg'ansir kuchaymoqda. O bizning yuksak darajada to'rlashgan jamiyatimizni qalaymiqonlashtirishga ishlatgan taqdirda necha 10 millionlagan Amerikalikni mushkulotga duchor qila oladigan sun'iy hamroni vayron qiladigan boshqariladigan bombalar, lazer apparatlari va tor hujumi iqtidorini o'z ichiga oladi. Amerika hozir aloqa, transport, maliya va Xitoy bilan bo'g'isi to'qinishda strategiyalik rol o'ynaydigan boshqa jihatlarda sun'iy hamrohga bakli tayinib qolmoqda. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi bosh maslahatchilar bilimi istixborot komiteti 2018 yil 1-oyda mutlaq maxfiy deb bekitgan dokladidagi ogohlantirishlar hargizmi to'qilma emas. Bu dokladda Xitoy bilan Rossiyaning sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba va boshqa aloqador qurollarni yasab chiqqanligi, shundaqla pat yaqinda Amerikaning tuvan orbitadagi har qanday sun'iy hamrohini vayron qilish iqtidorini hozirlaydiganligi oshkorlangan. Dokladda tuzit qilib o'ltirmasdan 2020 yilga borganda Xitoy bilan Rossiya Amerikaning tuvan orbitidagi har qanday sun'iy hamrohlarni ig'ir darajada faollashtirish yoki vayron qilishga qodir bo'la oladi deyilgan edi. Mazkur G2 dokladi davlatlik istixborot mudiri Daniel Coatesning 2018 yili 5-oydagi shuningga o'xshab ketadigan, ammo bu qadar konkret bo'lmagan ogohlantirishiga o'xshab ketadi. O davlat majlisiga mo'lchirimizcha Rossiya bilan Xitoy o'zlarini Amerikaning harbiy, fuqaroviy yoki tijorat xarakterlik ئالەم boshliq sistemalaridan manbalangan harbiy ustunlikka taqobil turishga muhtoj deb o'ylamoqda va o'zlarining kelgusi urush nazariyasining bir qismi sifatida sun'iy hamroh sistemasiga hujum qilishni bargan siri ko'p o'ylashmoqda. Bu ikki davlat Amerikaning harbiy ustunligini ojizlatish uchun sun'iy hamrohga qarshi qurollarni keng ko'lamda taraqqiy qildirishni to'xtatmaydi degan edi. Oradan bir yil o'tgandan keyin Coates Xitoyning bu jihatda texmi ilgirlab ketganligini, bir tarafdan munofiqlarcha qurol tizginlash kelishim imzolashni talab qilsa, yana bir tarafdan ئالەم boshliqi harbiy qismlarini mashqlantirgach, Amerikaning va ittifoqdosh ئالەم boshliqi sistemalarga tahdid silish uchun sun'iy hamrohga qarshi qurollarni o'rinlashtirayotganligini aytdi. Uning 2018 yildagi so'zi Amerika istixborot sohasidagilarning Xitoy bilan Rossiyadan keladigan sun'iy hamrohga qarshi qurollarning tahdidini tunji qatim jamoatchilikka oshkorlash edi. Halbuki Xitoyning bu xil qurollari Dongning 3 ga o'xshaydigan, bevosita o'rlaydigan sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba, shundaqla sun'iy hamrohning harakatiga kashil tug'diradigan lazer apparatlari va elektronlik kashil to'lqini tarqatqich ham kichik harakatchan sun'iy hamrohlarni o'z ichiga oladi. Xitoy armiyasi yana o'zining qo'rqinchli tor hujumi iqtidorini ishga solib, Amerikaning sun'iy hamroh harakatlariga kashil tug'dirish yoki faollashtirish planlamoqda.
Гертс yana Xitoyning o'zining tuvan orbitidagi sun'iy hamrohidan birini pachoqlayotganligiga 10 yil bo'lganda, uning yerdan qo'yib beriladigan sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bombasimi Xitoy ozodlik armiyasining ichida urushga ishlatkili bo'ladigan saviyaga kelgan bo'lishi mumkin degan edi. U yana Xitoyning Shiyan 7ga o'xshash orbitidagi sun'iy hamrohlarni chiqivitish yoki vayron qilivitish uchun mexanik qo'l saplangan kichik sun'iy hamrohlarning Beijingning sun'iy hamrohga qarshi qurollarining bir qismi ekanligi, ammo ularning qoldiq tozalash sun'iy hamrohini, ya'ni maxfiy yasab chiqqanidek sun'iy hamroh qurollarini maxfiy taraqqiy qildirayotganligi haqida ogohlantirgan edi. Xitoyning o'tgan bir qancha yildagi harbiy tangshashlari Xitoyning olam boshliqi sistemasi va mulozimatlariga hujum qilish bilan boshqa sohalardagi harbiy harakatlarni birlashtirishni maqsad qilgan urush qilg'uchi qismlarga barg'ansiri diqqatini markazlashtirganligini ko'rsatdi. Xitoy sun'iy hamrohni tekshirish, remont qilish, uningga yiqilg'i to'liqlash degandek urushga ishlatilmaydigan texniklarni dushmanning olam uchqunlariga qarshi ishlatalaydi, deydi Gерtс. Xitoy Amerikaning olam boshliqi qurollari yasashini to'sish uchun olam boshliqining qurolsizlantirilishini va olam boshliqi qurollarini boshda ishlatmaslikni talab qiladigan xalqarалық kelishimni imzolatqizish maqsadida Rossiya bilan birlashib xalqarалық uchur harakati qo'zg'adi. Mazkur urinish Amerikaning olam boshliqi mudofaasi taraqqiyotini astiltish va cheklashni maqsad qilgan xato uchur tarqitish harakatidir. Gерtс bu urinishning faqat bir kazzoblik ekanligini aytib, bu xil kelishim nurg'un qurollarni cheklay olmagachga, Xitoy bilan Rossiya oshkora so'rinlarda olam boshliqi tinch soha bo'lishi kerak deb jar selib qo'yib, astirdan olam boshliqida urush qilish iqtidorini kuchaytiraverdi, deydi. Tuvan orbita sun'iy hamrohlari yer sharidan 100 mildan 1242 milgacha bo'lgan egizlikda harakat qiladi va razvedka qilishga, quruqliq va okeanlarni kuzatishga ishlatiladi. Mazkur tuvan orbita sun'iy hamrohlari to'qinish yoki krizis yuz berganda dunyo miqyosida qo'shinlarni o'rinlashtirish uchun jangga hozirlashga ishlatiladigan halqiliq harbiy uchurlar bilan ta'minlaydi. Iridium, yer shari yulduzi va Orbikom qatarlıq havo rayi kuzatish va aloqa sun'iy hamrohlari tuvan orbitida harakat qiladi. Bir yurish halqiliq istixborot va harbiy aloqa sun'iy hamrohlari yuksak ellipssimon orbitida harakat qiladigan bo'lib, mazkur orbitadagi sun'iy hamrohlar ellipsning yer shariga yaqin nuqtasiga kelganda ularga hujum qilish osonlashib ketadi. Bu tuvan orbitada sun'iy hamrohlarning hammasi Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi qurollarining tahdidiga uchramoqda. G2 dokladidagi ogohlantirishlar o'tirg'i qo'yilib bir oydan keyin Xitoy o'zining haqiqatan sun'iy hamrohga qarshi qattiq xەnjىرى borligini butun dunyoga bildirib qo'ydi. Ular 2018-yili 2-oyning 5-ida eng ilg'or to'sqi bo'lgan Dongning 3 tipliq boshqariladigan bombani sinab qildi. Men istixborot manbalariga asoslanib bu xabarni eng dastlab xabar qildim. Shu qatimliq sinoqning rasmlari Xitoyda torlarga chiqarilgan bo'lib, rasmda boshqariladigan bombaning orqasidagi havoda qolgan oq quyruq siziq ko'rinib turadi.
Xitay 2007 yildagi sun'iy hamrohga qarshi sinoqda xalqaroning qattiq tanqidiga uchrab ketgachga bu qitim taktikasini o'zgartib, shu qitimqi sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqini nisbatan tahdidsiz bo'lgan mudofialanish tipidagi boshqariladigan bomba siniqi qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. Bu boshqariladigan bombaning sun'iy hamrohga qarshi qurolli xususiyatini Amerika istixbarat doiralariga bilindirmaslik uchun egiz atmosferada yana bir nishonlangan boshqariladigan bombaga so'qildi. Amerika davlat bexatarlik idoralari Dongning 3 tiplik boshqariladigan bombaning mudofaa xususiyatining faqatli bir nayrang ekanligini oshkorladi. 2018 yılı 2. aydaki sınaq Amerika hərbi və dövlət müdafiə sahəsinin rəhbərləri üçün oyg'utish xarakteridagi ogohlantirish idi. Chunki shu qitimliq sınaq Xitoyning hərbi iqtidor jihatda Amerika bilan baslashishining o'rniga Amerikaga qarshi g'ayri simmetrik ustunlikni qo'lga keltirishga tirishayotganligini ko'rsatdi. Bu sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqi Xitoyning bizga, ya'ni harbiy jihatda yetishib olishga emas, bizdan halqib ketishga urinayotganligining ifodasidir, degan edi bir davlat mudofaa amaldori. Amerika strategiyalik qo'mondonlik shtabining qo'mondoni, ya'ni sun'iy hamrohga qarshi strategiyalik mudofaa ishlariga mas'ul shaxs, havo armiya generali John Hayton Amerika sun'iy hamrohlari hujum oldida to'limi ojiz. Shundaqla olam boshliqi urushining tahdidi bargan siri kuchayotidi deb qaraydi. Bizning olam boshliqi texnikamiz intayin unumdor, ammo bakli kona. Shundaqla bizning olam boshliqi sistemamiz raqobatlik muhitga ko'ra barpo qilinmagan. Ya'ni biz bu sistemani qurganda olam boshliqi tahdidi deydigan narsa mavjud emas edi. Shunga Amerika armiyasi bu ishqa, ya'ni kuchayotgan olam boshliqi tahdidiga jiddiy inkas qaytirishi kerak deydi u. Bu jihatdagi eng qattiq ogohlantirish shuningdan necha yil burun havo armiya generali, havo armiyasi olam boshliqi qo'mondonlik shtabining qo'mondoni John Raymond tarafidan o'tirg'i qo'yilgan edi. U Amerikaning hujum oldida ojiz qoladigan sun'iy hamrohlarining to'van orbitida emasligini aytib, 2015 yili 3-oyda davlat majlisiga biz har qandaq orbitadagi har qandaq sun'iy hamroh tahdidiga uchraydigan vaziyatga tez suratda yiqilishyapmiz degan edi. 2019 yili 3-oyda Trump Raymondni Amerika olam boshliqi qo'mondonlik shtabining qo'mondonligiga tayinladi. Bu Amerika olam boshliqi urush uchun ta'sis qilingan tunji qo'mondonlik shtabi edi. Beşburcaklik binaning davlat mudofaa fanlari komiteti tarafidan oshkorilgan texmi ko'p tafsilotlar Amerika sun'iy hamrohlarining elektronlik kashili to'lqini oldidagi ojizligining haqiqiy bir krizis ekanligini dalilladi. Mazkur komitet xalqaroliq harakatlarga ishlatilgan harbiy aloqa sun'iy hamrohlarining, ya'ni sun'iy hamrohga qarshi qurollarning yenidagi asliga keltirgili bo'ladigan ig'ir vayron qilg'uchi xarakterlik, hatto hisobsiz xirisqa duch keladiganligini yakunlab chiqdi. Mazkur komitet yana sun'iy hamroh aloqasiga qarshi mo'ljallangan va planlangan elektronlik tahdid yaqinqi bir qancha yilda shiddat bilan kuchaydi. Shundaqla yaqin kelgusigacha davomli kuchaydi dedi. Zamonaviy elektronlik urush, harakatchanlik, olam boshliqi va tor iqtidoriy jihatlardagi tez ishish va ilgirlashlar bizning uchur ustunligini saqlash iqtidorimizga xiris qilyotidi. Ig'ir besim ostida qolgan ahvolda
elektronluq kaşılı dolqını bütün soda sün'iy həmralarının və köpüncü dövlət müdafiəsi sün'iy həmralarının əlaqəsini kardan çıxıra alaydı. Məzkur komitet yana bu çoxum ciddi həll qılınışı kerak bolğan krizis dəb qarlışı kerak dəb ağalandırdı. Prezident Donald Trump hökuməti sün'iy həmralarını hücumdan qoğdaşның strategiyalik zöruriyyətini təkidləşkə tirişdi. Məzkur hökumət elan qılğan 2017 yıllıq dövlət bexəterligi strategiyasida sün'iy həmralarını qoğdaş Amerikanın halqılıq mənfəət qılıb bekitildi. Amerikanın rəqiblərinə və ilgirki boşan strategiyalarga xiris elan qılındı. Bu bayanat Amerikanın məzkur sistemalarını qoğdaş üçün uruş qilishdən yanmaydiganligini ko'rsatdi. Məzkur strategiyada bizning ئالەم boshliqi qurilmamizdagi halqılıq tərkiblərə qilingan, shundaqla Amerikaning ushbu halqılıq mənfəətiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan har qanday ziyonli to'sqinliklar yoki hujumga o'zimiz xohlagan vaqt, xohlagan joy, xohlagan shakl, xohlagan sohada qaytarma zarba beramiz deyildi. Amerika hökuməti Xitayning ئالەم boshliqi qurollarga taqobil turish uchun yasaladigan qurollarning tiplarini jamoatchilikka oshkorlab baxmadi. Ammo 2008-yili Xitoy vayron qilg'uch sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqini qilib, bir qancha oydan keyin Amerika davlat mudofaa ministrligi tayyorliqsizlar dunyoga sun'iy hamrohga qarshi turish iqtidorini namoyon qildi. Amerika dengiz armiyasi bir qancha oy ichida SM-3 tipliq boshqariladigan bombani to'sadigan snaradin o'zgartib, davlatlik razvedka idorasining tushayotgan sun'iy hamrohini tuvan orbitida vayron qilishga ishlatdi. Shunisi aniqki, Amerika hökuməti məxfi belgisi köyгән qırov bolğan şu qitimliq hərəkət arqılıq özüningmi sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bombası barlığını aniq bildirgan edi. Xitoyning 2018-yildagi Dongning 3 boshqariladigan bombasini ularning eng kamida 4-qitimliq sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bombasini edi. Və məzkur qurol programmasının əməli urushda işlətkili bo'ladigan səviyyəyə yaqinlashib qolganligini ko'rsatdi. Uningdan burunqi Dongning 3 boshqariladigan bomba sinoqlari 2015-yil 10-oyda, 2016-yil 12-oyda və 2017-yil 8-oyda qilingan edi. Məzkur boshqariladigan bombaning kuchi texi aniq bilingani yo'q. Lekin uning qo'yib berilishi va uchishiga aloqador uchurlarni manba qilgan istixborot mo'lcharlariga ko'ra, Dongning 3 tipliq boshqariladigan bomba 1200 mil atrofidagi tuvan orbitidan tortib 22300 mil egizlikdagi yuqori orbitagacha bo'lgan orliqdagi barliq sun'iy hamrohlarni nishonga ola oladi ekan. Şununğa o'xshashli yana bir ig'ir tahdid 2013-yili 8-oyda o'ttirg'a chiqdi. Amerika istixborot doiralari tunji qitim Xitoyning kelgusi ئالەم boshliqi urushiga ishlatiladigan kichik tipdagi harbiy taktika sun'iy hamrohlarni mashqlantirayotganligini bayqaganda, men Xitoy sun'iy hamrohga qarshi sun'iy hamrohdan 3ni qo'yib berdi degan xabarni e'lon qilgan edim. Bu 3 kichik sun'iy hamroh 2013-yili 7-oyning 20-kuni Shanxi o'lkasidagi Taiyuan sun'iy hamroh qo'yib berish markazidan Long March 4C tipliq yordamchi raketaning yordamida qo'yib berilgan. Keyinchi bu sun'iy hamrohlarning ئالەم boshliqida Xitoyning Amerika sun'iy hamrohlariga qarshi ئالەم boshliqi urushiga tayyorlanayotganligini ko'rsatadigan benormal harakatlarni qilayotganligi bayqaldi. Shiyan 7, Chuangshin 3 va Shijian 3 tipliq bu sun'iy hamrohlarning eg'irligi 22 qadoq.
təxminən 10 kilogram yoki uningdanmı yenigirak edi. Xitayning shu yili bir qancha sun'iy hamroh qo'yib berishi Clinton hukumatining ayni vaqtda Xitoyga qaratgan siyosatining naqadar xato bo'lganligini yana bir qatim gavdalantirdi. Clinton hukumati 1990-yillarda Xitoyga olam boshliqi va sun'iy hamroh texnikalarini eksport qilish cheklamalarini bo'shashtirgan edi. Xitoy bir qancha yil ichida Amerika sun'iy hamroh yasag'uvchilari bilan bo'lgan hamkorlikdan foydalanib, o'zining uzoq masofalik boshqariladigan snaradlarning tayinishchanligini kuchaytdi va bir snarad orqali bir qanchalagan o'q besh qo'yib bera oladigan saviyaga kelib oldi. Motorola shirkati Xitoy bilan hamkorlashib, Erdium namlıq aloqa sun'iy hamrohini Xitoyning uzun safar namlıq yordamchi raketasi orqali qo'yib bergan edi. Xitoy Motorola shirkatidan olam boshliqida harakat qiladigan va bir qanchalagan sun'iy hamrohni tegishlik orbitaga joylashtirib qo'yadigan yerlik aqliy sun'iy hamroh taqsimlaguvchisi yasashga keraklik muayyan texnikalarga erishdi. Dövlətlik Aviasiya İstihbarat Mərkəzinin bir məxfi dokladida aşkarlanışıca, Xitoy 1996 yılında sun'iy hamrohga qarshi qurollarni taraqqiy qildirishga yordami tegadigan aqliy taqsimlaguvchilarni yasashga boshlagan. Motorola şirketining texnikasidan foydalanib yasab chiqilgan aqliy taqsimlaguvchining bir qancha aloqa sun'iy hamrohini orbitaga chiqarish bilan cheklanib qolmasdan, qattiqlashtirilgan yiqilg'i ishlatiladigan reaktiv manevr aeroplanlarga, ya'ni yo'l boshlash sistemasini o'z ichiga olgan aviasiya uskunalariga va yiroqdan o'lchash sistemasiga ishlatilganlik mumkinchiligimi nazardan saqit qilinmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda mazkur texnika Xitoyni orbitida erkin harakat qilish iqtidoriga ega qildi. Halbuki Xitoy ilgirki olam boshliqi qo'yib berguvchilari orqali bu ishni qila olmaydi. Xitoy bu aqliy taqsimlaguvchiga ozroq o'zgartish kirgizibla, uni yadro boshqariladigan bombani qo'yib berishga ishlatadigan ko'p o'qbeshilik orqadan ishtirish quroliga aylantirdi. Eng oxirida mazkur istihbarat doklati Xitoyning mazkur aqliy taqsimlaguvchiga tayinib, olam boshliqida odamlik olam uchquchilari bilan o'xshash orbitalik sun'iy hamrohga qarshi qurolni uchrashtirish imkoniyatigami ega bo'la oladiganligi haqida ogohlantirilgan. 2013-yili 3 kichik sun'iy hamrohning qo'yib berilishi bilan naq ashundaq ish yuz berdi. Gerçi 17 yılga so'zilgan bo'lsa-mu, Xitoy Ozodlik armiyasi Motorola shirkati loyilagan sun'iy hamroh qo'yib berguchini yasab chiqqandan keyin oxiri yanala harakatchan mikro sun'iy hamrohlarni sun'iy hamrohga qarshi qurol sifatida olam boshliqiga o'ngishliq chiqarishga boshladi. Bu amdilikda Amerikaning mudofaa sun'iy hamrohlariga emas, balki avtomatik pul elish mashinasidan pul elishdan tortib kino ko'rishkichi bo'lgan butun ishlarda sun'iy hamrohga ig'ir darajada beqinadigan Amerika jamiyatiga tahdid shakllantirgan strategiyalik xatolik bo'lgan edi. Bu 3 sun'iy hamrohning ichida hammadan bak diqqatni tortqani Shijen 15 idi. 3 yil sun'iy hamrohga olam boshliqida bemalol harakat qila olish uchun kichik reaktiv aeroplan saplangandan sirt, faqat Shijen 15 ga uchida qisquchi bor mexanik qo'l saplangan edi. Bu mexanik qo'l boshqa sun'iy hamrohlarga hujum qilish, ularni tutib olish yoki halqiliq zapchaslarni chiqarib etish uchun saplangan deb qaralmoqda. Amerikalik ma'lum bir istihbarat amaldori menga bu Amerika davlat mudofaasi uchun haqiqiy xavfdir.
Bu 3 sun'iy hamroh hamkorlashib xizmat qiladi. Shundaqla ularning orasidagi qo'li bor biri, ya'ni Shijen 15 hammadan xatarlik. Bu Xitoyning planetlar urushi programmasining bir qismi dedi. Bu 3 sun'iy hamroh yer sharidan taxminan 200 mil egizlikdagi orbitaga yetib borgandan keyin o'ngishli holda ئالەم boshluqiga joylashtirildi. 8-ayning 16-kuni bu sun'iy hamrohlardan biri orbitasini taxminan 93 millik egizlikka tuvallatdi va liniyasini o'zgartib, boshqa bir sun'iy hamroh bilan uchrashdi. Arqadan bu ikki sun'iy hamroh o'zaro 60 fut, ya'ni taxminan 18 metr oraliq qolgudak yaqinlashgandan keyin yana yo'liga ravon bo'lishdi. Xitoy 2013-yili mikro sun'iy hamroh qo'yib berganga qadar Amerikaning davlat mudofaa va istixborot amaldorlari asosliqi Xitoyning 2007-yildagi sun'iy hamrohga qarshi boshqarilgan bombasini va shuningdan bir yil keyin mudofaa boshqarilgan bombasi qiyofatida qo'yib berilgan yana bir, ya'ni boshqarilgan bombasini nazarda tutgan holda ularning harakatchan sun'iy hamrohga hujum qilish iqtidoridan ansiraydi. Ammo Shiyan 7 nomli sun'iy hamroh yangi, texmo maxfiy va shu vajidan alayidliklarini bilish texim qiyin bo'lgan hujum qobiliyatini namoyon qildi. Sun'iy hamrohdagi yig'ilib so'zila oladigan qo'lni, ya'ni boshqa sun'iy hamrohlarni teshib etish, orbitasidan chiqarib etish yoki yenidan o'tib ketayotgan sun'iy hamrohlarni tutib olish degandek bir qancha xil ishga ishlatgili bo'ladi degan edi u amaldor. Ammo Xitoy bu jihatda qattiq tizginlanadigan davlat taratqullari orqali bu 3 sun'iy hamroh faqat sun'iy hamrohlarni asrash va qoldiq to'plash jihatdagi sinoqlardan iborat degan xato uchurini tarqatdi. Manga uchur bergan amerikalik amaldor Xitoyning bu zotini masxir qilib, bu haqiqiy sun'iy hamrohga qarshi qurol siniqidir dedi. Xitoy o'zining nishonlangan sun'iy hamrohni to'sib olib, vayron qilib o'tadigan orbitida harakat qiladigan vayron qilg'uchi sun'iy hamrohlar orqali manevr o'tkazgan. U amaldor yana ular o'xshash orbitalik sun'iy hamrohga qarshi harakatlarda zarur bo'lgan taktika, texnika va qadam bosqichlarni o'rganyotidi dedi. Davomi bor.